Bugungi kunam har doimgidek uborka qilishdan boshlandi. O'g'limni yerga o'tqizib qo'yib, o'yinchoqlar berib, pastellarni almashtirishni boshladim. Bilasizlar, kravatni matrasi eng ko'p chang yig'adigan joy. Pilisosimni yoqib, matrasni ham, yastuni ham changlarini tortib oldim. Va shunaqa yangi oppoqqina pastelli olib, kravatimga tekis qilib soldim. Oxirgi paytlar faqat shunaqa oppoq pastel ishlatyapman. Naqshli, gulli, rangli pastelladan ko'ra ancha akkuratli ko'rinadi. G'ijim joylarini dazmolda turgan joyida tekis tashladim. Pastelli turgan joyda dazmol qilish menimcha eng osoni. Vaqtimiz ham ekonom bo'ladi. Pastel solib bo'lganimdan keyin yaxshi hid kelib tursin deb освежитель ham sepib qo'ydim. Keyin oshxonaga chiqib hech qachon tugamaydigan idish tovolarimni yuvdim. Orada butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimizni chiqarishga ham ulgurdim. Meni kuzatishni endi boshlaganlar uchun qisqacha ma'lumot beraman. Ozish uchun, qorin ketkazish uchun korsetli sotaman. Agar to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, shu nomerimga Telegramdan yozing. Shaxsan o'zim sizga to'liq ma'lumot beraman.